Men Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi Nurlayeva Yasmina. Men bugungi O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi, ta'lim-tarbiya jarayonidagi ijtimoiy pedagogik muammolar mavzusini yoritib beraman. Bugungi ushbu mavzuni 4 daraja asosida yoritaman. Birinchisi O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning ilk ko'rkaklari, ikkinchisi o'rta asr olim allomalarining ijtimoiy pedagogikaga qo'shgan hissalari, uchinchi rejamiz jadidchilik davri namoyandalarining ijtimoiy pedagogik qarashlari, to'rtinchisi esa ta'lim-tarbiya jarayonidagi ijtimoiy pedagogik muammolar. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning ilk ko'rkaklari. Ilk diniy falsafiy manbamiz hisoblangan Aristot, shuningdek uzoq tarixga ega jadlik, mas'ullik, mardlik ruhini o'zida namoyon qiluvchi dostonlarimiz Alpomish guruhi insonning ijtimoiy kelib chiqishi nuqtai nazaridan pedagog qarashlarni aks etishini ko'ramiz. Aristot jamiyatning ijtimoiy hayoti eramizdan oldingi 1000 yillarning o'rtalarida eng qadimgi ajdodlarimiz tomonidan qahramonlik mazmunidagi juda ko'p afsonalar, rivoyatlar aytilgan bo'lib, ular Zardushtiylikning muqaddas kitobi Avesttoda yoritilgan. Shuningdek, Avestoni tadqiqotchilar diniy xarakterdagi manba sifatida ta'kidlashi bilan birgalikda falsafiy, siyosiy, ta'lim-tarbiya, adabiyot masalalarini ham qamrab olgan asar sifatida aytib o'tishadi. Aristoda juda ko'plab ijtimoiy pedagogik muammolar o'z ifodasini topgan. Keyingi o'rinda ijtimoiy pedagogikaning ko'rkaklari sifatida Qur'oni Karimni oladigan bo'lsak, Qur'oni Karim ijtimoiy huquqiy qoidalar yig'indisi hisoblanadi. 7-asrning o'zidayoq islom inson hayotining jabhalarini qamrab oluvchi ijtimoiy huquqiy erkinlikni e'lon qildi. Tarbiyaviy vositaga ega Qur'on oyatlari muhim ahamiyatga ega. Ular ota-ona va farzand o'rtasidagi o'zaro ijtimoiy munosabatlar va bolalarni tarbiyalayotgan ota-ona nimaga intilish haqida, shuningdek ular yetmoqchi bo'lgan maqsadlar ham aniq belgilab berilgan. Qur'on musulmonlar hayotining mazmuni va maqsadi haqida qarashlarga katta ta'sir ko'rsatgan va uning g'oyalari musulmon xalqining madaniyatida chuqur olgan hamda xalq pedagogikasi manbalarida maqol, rivoyat, ertak va boshqalarga har tomonlama ta'sir ko'rsatgan. Insonning ijtimoiy hayoti haqida ham keng tushunchalar Qur'on oyatlari va suralarida o'z ifodasini topgan. Keyingi rejamiz esa o'rta asr allomalarining ijtimoiy pedagogikaga qo'shgan hissalari. Buyuk allomamiz Al-Xorazmiy asarlarida yorqin didaktik xarakterga egaligini ko'ramiz. U savol-javob metodi orqali bilimlarni qo'lga kiritish mumkinligini ta'kidlagan. Shuningdek, bu jarayonda shaxs boshqalar bilan munosabatga kirishishini va jamiyatning faol a'zosiga aylanishini ilgari surgan. Keyingi o'rinda esa Abu Ali ibn Sinoning barcha asarlari pedagogik qarashlari mavjud ekan. Uning bilim, iroda va insonning rivojlanish jarayonidagi maqsadiga intiluvchanligi, atrof muhit ta'sirida axloqiy va mehnat tarbiyasi muomala san'atiga bolalarni jamoada o'qitish haqidagi g'oyalar ham muhim hisoblanadi. Shuningdek, Ibn Sino ta'lim-tarbiya jarayonida avvalo muhit muhim ekanligini ta'kidlab o'tgan. Keyin esa buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Biruniy ta'lim jarayonida qo'llaniladigan ilmiy usullarni ishlab chiqqan. U shuningdek ta'lim tamoyillarini ham tasniflagan. 20-asr ijtimoiy pedagogika g'oyalar. Bu 3-rejamiz asosida O'zbekistonda demokratik pedagogik g'oyalarning taraqqiyotparvar yo'nalishining yirik vakillaridan biri bu Abdulla Avloniy hisoblanadi. Avloniyning o'zbek pedagogikasiga qo'shgan hissasi shuki, u ilk marta tarbiya oldiga ijtimoiy vazifalarni qo'ya olgan. Keyingi o'rinda 20-asr boshida O'zbekistonda ijtimoiy davlat pedagogikasining eng yirik vakillaridan biri Hamza Hakimzoda Niyoziydir. Hamza 20-asr boshida o'zbek xalqi madaniy hayoti va ma'rifiy harakatining eng yirik namoyandasi edi. Hamza tarbiyaga eng kuchli ta'sir qiluvchi omillarga muhit va oilani kiritgan. Go'dakning kelajagi, undagi hislarning, dunyoqarashining rivoji va boshqa ijtimoiy psixologik vazifalarni o'rab turgan atrof muhit va turmush tarziga bog'liqdir.
Oilaning bola tarbiyasidagi o'rni bolaning jamiyatda o'zaro muloqotga kirishuvchan qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi degan g'oyani ham ilgari surgan. Keyingi o'rinda jadidchilik davri namoyandalaridan Abdulla Qodiriyning ijtimoiy pedagogiyaga qo'shgan hissasi haqida gaplashamiz. Abdulla Qodiriy buyuk yozuvchi, balki o'z davrining faol ma'rifatparvar ziyolisi va ijtimoiy pedagogi sifatida xalqning ma'naviy uyg'onishida ulkan hissa qo'shgan. Uning ijtimoiy pedagog faoliyatini quyidagi bir nechta yo'nalishlarda ko'rib chiqamiz. Abdulla Qodiriy jadidlar singari u ham eski usuldagi ta'lim tizimini tanqid qildi va yangi zamonaviy bilimlarga asoslangan maktablarni qo'llab-quvvatladi. Uning fikricha, jamiyat taraqqiyoti avvalo ta'lim va tarbiyaga bog'liq. Shuning uchun ham u o'z asarlarida yosh avlodni vatanparvarlik, halollik, fidoyilik ruhida tarbiyalash g'oyasini ilgari suradi. Keyingi o'rinda esa oxirgi rejamiz, 4-reja ta'lim-tarbiya jarayonidagi ijtimoiy pedagogik muammolarga qaratamiz. Ta'lim-tarbiya jarayonidagi ijtimoiy pedagogik muammolar bugungi kunda shaxsni ijtimoiylashtirish va uning jamiyatda o'z o'rnini topishga to'sqinlik qiluvchi omillarni o'z ichiga oladi. Bulardan bir nechtasini kiritamiz. Masalan, birinchisi oilada befarqlik va nazoratning sustligi, ota-onaning tarbiyaga yetarli e'tibor bermasligi. Ikkinchi o'rinda esa internet va ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, o'quvchining diqqati pasayishi, vaqtni samarasiz o'tkazish, ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolishlik, ma'naviy axloqiy qadriyatlarning susayishi, hurmat, mas'uliyat intizomining kamayishi, ya'ni kattalarga hurmat, kichiklarga esa singari. Keyingi o'rinda ta'lim-tarbiya jarayonidagi ijtimoiy pedagog muammolarning salbiy oqibatlari haqida gaplashamiz. Ijtimoiy muammolar, oilaviy barqarorlik, nazoratsizlik, o'quvchida ishonchsizlik, tajovuzkorlik, tushkunlik va o'ziga past baho berish holatini keltirib chiqaradi. Natijada barkamol shaxs shakllanishi qiyinlashadi. Ta'lim samaradorligining pasayishi, ya'ni motivatsiya yo'qligi, internetga qaramlik va ijtimoiy tengsizlik o'qish sifatini tushiradi. O'quvchilarning bilim darajasi pasayib, maktabni tark etish yoki o'zlashtirmaslik holatlari ko'payadi. Jamiyatda ijtimoiy muammolarning ortishi, tarbiyadagi bo'shliqlar, kelajakdagi ishsizlik, huquqbuzarlik, mas'uliyatsizlik kabi muammolarga sabab bo'ladi. Bu esa jamiyat barqarorligiga albatta salbiy yuzasidan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.